Assalomu alaykum hammaga. Qalayapsizlar? Istanbul, Turkiyada hammaga salom. Mana ko'rib turibsizlar, hozir ishdaman, lekin video qilyapman. Menga juda ham ko'pchilik so'ragan kommentariyalarda Turkiyaga bormoqchimiz, qanaqa qilib borsak bo'ladi, qanaqa ishlarda ishlashimiz mumkin, shular haqida ko'proq ma'lumot bering deyishgan. Shuning uchun sizlarga qisqachagina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Если что, Turkiyaga kelmoqchi bo'lsalaring, albatta O'zbekiston fuqarolari uchun bu juda ham oson. Agardiki Turkiyaga kirishga taqiqingiz bo'lmasa, siz bilet shunaqa, xo'p, nima deydi, aviakassadan bilet sotib olib, Turkiyaga uchib kelishingiz mumkin va 3 oy ichida Turkiyada turist sifatida bemalol yashab, Turkiyani aylanib yurishingiz mumkin. Lekin biz o'zbeklarimiz mana shu 3 oy ichidan ham juda ham unumli foydalanishadi. Turli xil ishlarni topib ishlab, kerak bo'lsa undan ham uzoq vaqtga qolib ketishlari mumkin. Asosan Turkiyadagi ishlar, restoran bilan bog'liq ishlar, ya'ni mana shu ofitsiantga yordamchi, ustaga, ya'ni povurga yordamchi, idish yuvuvchi vazifalarda umumiy ishlash mumkin. O'rtacha oyliklar $700 dan $1000 boradi. Lekin meni ishim ozgina bundan farqliroq, lekin men ham avval birinchi kelganimda Turkiyaga restoranda ofitsiantga yordamchi bo'lib ishlaganman. U yerdagi meni oyligim o'rtacha $800 dan o'rtacha $1000 edi. Men u yerda 3 oy ishlab, keyin boshqa yerga ko'chib o'tdim, ya'ni boshqa ishga o'tdim. Hozirda magazinda dastavkada ishlayman. Hozirgi oyligim, umumiy oyligim $1000, lekin buning ichidan albatta kvartira uchun $100, yeb ichish va xarajatlariga отдельно chiqib ketadi. Demak, sizga aytadigan bo'lsam, Turkiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, albatta biletni olib shunday kelishingiz mumkin va ishlar, o'sha restoran ishlari, idish yuvish, shunga o'xshash turli xil ishlar, undan tashqari mana shunaqangi magazinlarda dastavka ishlarida ham ishlashingiz mumkin. Yana ham ko'proq ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada обязательно yozib qoldiring va kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha xayr.